Bu videomizda sizlarga qimmat va arzon balonni farqini tushuntirib beramiz. Birinchi ballonimizda arzon ballondan boshlaymiz. 315-80 22,5 razmerdagi ballonni solishtiramiz hozir. Sloyi 20 sloy buni. Yuk ko'tarish ko'rsatkichi 4000 kg. 4 tonna yuk ko'taradi. Endi buni protektor chuqurligini o'lchaymiz. Protektor chuqurligi 18 mm atrofida chiqyapti. Bu tomonda qimmat ballonniki, buni razmeri ham o'sha 315-80 22,5 razmerda. Xo'p, sloyi mana 22 sloy. Gruzopodyomisi 5 tonna, ya'ni nariga anaqa arzon ballondan 1 tonna ko'proq anaqa yuk ko'taradi bu. Endi buni chuqurligini o'lchaymiz. Chuqurligi 21 mm, ya'ni arzoniga qaraganda bu 2 mm chuqurroq va 1 tonna ko'proq yuk ko'taradi. Hamma tomonlama baquvvatroq, yaxshiroq, ya'ni texnikalarga sifatli yaxshi ballonni olsangiz, sizlarga juda ham ko'p, bunga qaraganda ko'p xizmat qilib beradi. Foydali bo'lgan bo'lsa, texnikasi bor tanishlarga yuborib qo'yinglar va obuna bo'lishni unutmang.